O'zbekistonda hujjatsiz yer uchastkalarini qonuniylashtirish bo'yicha xatlov va huquqlarni e'tirof etish ishlari davom etyapti. Ortiqcha yer borlar nima qiladi? Kadastr hujjatlari mavjud bo'lmagan yoki hujjatlar to'liq bo'lmagan uy-joylariga ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni e'tirof etish masalasi ko'riladi. Yakka tartibdagi turar joylar uchun 99 yil etib belgilangan. Qonunning asosiy va qo'shimcha shartlariga rioya etilgan bo'lsa, o'zlariga biriktirib berish masalasi ko'riladi. Mazkur muddatlar yer uchastkasi egallangani yoki uy qurilganiga qaraydimi? 3 ta holatdagi obyektlarga xatlov ishlari amalga oshirilmaydi. Aynan o'sha siz egallagan yer uchastkada uy-joy qurilganlik fakti bo'lishi kerak. Kadastr hujjati mavjud obyektlar ham xatlovdan o'tkaziladi. Qandaydir qo'shimcha to'lov bo'lsa, to'lab kadastr xodimlarini chaqirtirib xatlov qildira oladimi, yo'qmi? Assalomu alaykum. O'zbekistonda hujjatsiz yer uchastkalarini qonuniylashtirish bo'yicha xatlov va huquqlarni e'tirof etish ishlari davom etyapti. Mazkur tadbirlar o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalariga amnistiya e'lon qilingan qonun doirasida amalga oshirilyapti. Bizning tahririyatimizga ushbu mavzu bo'yicha juda ko'plab savollar keldi. Jumladan, ortiqcha yerim bo'lsa nima qilaman? Xatlovda hujjatlarimni topolmay qolyapman. Umuman shunga o'xshagan muammolar, xatlov ishlaridagi tushunmovchiliklar bo'yicha biz mutaxassislardan batafsil javob olish maqsadida bugun kadastr agentligiga keldik va bu yerda kadastr agentligi mas'ul xodimi Bahodir Madiyarov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Bahodir aka. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Rahmat. Butun respublikada 1998-yil 1-iyulga qadar yer uchastkalari chegaralari egallab olingan aniqlansa, demak 24 sotixgacha, 2018-yil 1-maygacha yer uchastkalari chegaralari egallab olingani aniqlansa, Toshkent, Nukus va viloyat markazlarida 12 sotixgacha, tumanlarda esa 6 sotixgacha yerlarni, demak, yerlar huquqlarini e'tirof etish ko'zda tutilgan. Ortiqcha yer borlar nima qiladi? Mazkur qonunda mana 937-sonli o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish bilan bog'liq qonun ijrosi yuzasidan bugungi kunda xatlov ishlari amalga oshirilmoqda va aynan mana shu qonunning mana shu hajmlar bilan bog'liq bo'lgan moddasida 98-yil 1-iyulga qadar, ya'ni yer kodeksi qabul qilingunga qadar 24 sotixgacha butun respublika bo'ylab e'tirof etilishi belgilangan. Va qolgan hududlarda 6 sotix va 12 sotixgacha bo'lgan maydonlari e'tirof etilish huquqi bilan biriktirib beriladi. Undan ortiqcha egallangan hududlarda fuqarolarimizda bugungi kunda amaliyotda ham savollar juda ko'p uchrayapti. Bundan oldingi aksiyada ham Vazirlar Mahkamasining 461-sonli qarori bilan umumdavlat aksiyasi e'lon qilingan edi. Bu aksiya davr mobaynida bu 1 yillik amal qilgan bo'lib, fuqarolarning murojaatiga asosan ko'rib chiqish belgilangan edi. Bu qachon bo'lgan? 2018-yilda amalga oshirilgan bu bir martalik aksiya. Aynan mana shu qonunni o'sha aksiyani uzviy davomi deb qarasak ham bo'ladi. Sababi bu qonunda ham belgilab qo'yilgan muddatlar 2018-yil 1-mayga qadar etib belgilangan. Aynan mana shu 2018-yil davr mobaynidan, undan avval qurilgan davrdagi fuqarolarimiz tomonidan yashab kelayotgan uy-joyga kadastr hujjatlari mavjud bo'lmagan yoki hujjatlar to'liq bo'lmagan uy-joylariga ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni e'tirof etish masalasi ko'riladi. Yurtdoshlarimizda xavotirga tushishga o'rin yo'q. Ortiqcha egallangan hududini, o'sha yer maydonini qonunda o'zida belgilab o'tgan asosiy va qo'shimcha shartlar bor. Aynan o'sha ortiqcha egallangan hudud asosiy egallab turgan yer uchastkasiga tutash hududda joylashgan bo'lsa, aynan o'sha yer uchastkasi muqaddam elektron onlayn auksion savdoga chiqarilmagan bo'lishi va aynan o'sha yer uchastkasi uchun yer solig'i, unda qurilgan bino inshootlari bo'lsa, mol-mulk solig'idan qarzdorligi mavjud bo'lmasligi asosiy shartlardan belgilangan. Mana shu xatlov jarayonida aniqlanadi va qonunning 16-moddasiga asosan muhokamaga kiritiladi. Qonunning 16-moddasida 18 dan ortiq vazirlik idoralarining tizim tashkilotlari ishtiroki ta'minlanadi. Ya'ni aynan har bitta vazirlik idorasi o'zini vakolatidan kelib chiqib ko'rib chiqadi mana shu. Muhokamada mana shu narsani ijobiy deb topilganda e'tirof etish masalasi ko'riladi. Bunda endi o'sha yer uchastkasiga bo'lgan huquqlar ham muddatlar belgilangan. Aytaylik, turar joy, yakka tartibdagi turar joylar uchun 99 yil etib belgilangan. Bahodir aka, shu o'rinda bitta savolni aniqlashtirib olsak, deylik, bitta odamning 15 yoki 20 sotix yeri bor. 12 sotixgacha ruxsat etilyapti, demak, o'shani qonuniylashtirish. Qolgan o'sha deylik 20 sotix, 8 sotixini nima qiladi? Ya'ni unga qanaqa javob beriladi? O'sha 8 sotixni qonuniylashtirish mumkinmi? Qanaqa tarzda qonuniylashtiriladi? Shunga tushuncha berib keting.
Aynan siz aytgan holat xatlov jarayonida aniqlanadi. Xatlov jarayonida o'sha aytaylik qaysidir yurtdoshimizni amaldagi egallab turgan yer uchastkasi xatlovdan o'tkaziladi. Ya'ni bunda amalda foydalanib turgan barcha yer maydoni xatlovdan o'tkaziladi va umumiy maydoni tizimga kiritiladi. Va muhokama jarayonida ko'rib chiqiladi va bunda qonunda belgilab o'tilgan hajmlarda 99 yillik huquqi bilan, ijara huquqi bilan va ortiqcha bo'lgan hududi 49 yillik ijara huquqi bilan fuqaroning o'ziga tomorqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun fuqaroni o'ziga biriktirib berishi qonunda belgilab o'tilgan. Tomoshabinlar hech xavotir olmasa ham bo'ladi. Demak, 12 sotixdan ortiq yeri bo'lganlar, ya'ni 18-yilgacha chegarani egallab olib, davlat qaytarib olmaydi yoki uyni buzib tashlamaydi, bu sotib yubormaydi. Xavotir olmasa bo'ladi, to'g'rimi? Yurtdoshlarimizga ham xavotirga tushishga o'rin yo'q. Ortiqcha egallangan hududlar yuqorida ham ta'kidlab o'tilgandek, qonunning asosiy va qo'shimcha shartlariga rioya etilgan bo'lsa, o'zlariga biriktirib berish masalasi ko'riladi. Ulardan talab qilinadigan narsa, demak, 2018-yil 1-mayga qadar yer uchastkasi egallab olingan bo'lishi kerak va o'sha qarzdorligi bo'lmasligi, o'sha batafsil aytib bersangiz yana. Bunda qonunda o'zi ortiqcha egallangan yoki bo'lmasam o'zi qonunning 1-moddasida 8 ta holatdagi yer uchastkalari tanlab olingan bo'lib, ya'ni birinchi moddaning birinchi kriteriyasida birinchi holatimiz 2018-yilga qadar fuqarolarimiz tomonidan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari undagi turar joylar uchun deb nomlangan bo'lsa, ikkinchi moddasida hujjatlari mavjud bo'lib, hujjatlaridan ortiqcha egallangan hududlar masalasi ham ko'riladi. Ya'ni bunda o'sha belgilangan hajmdan yuqori bo'lgan yer uchastkalari taqdiri aynan mana shu qonun bilan ko'rib chiqilishi belgilangan. Tushunarli. Bahodir aka, keyingi savolim ham hozirgi savolni uzviy davomi. Mazkur muddatlar, ya'ni 1998-yil, 2018-yil haqida gapiryapmiz-ku. Mazkur muddatlar yer uchastkasi egallangani yoki uy qurilganiga qaraydimi? Nimaga bog'liq? Albatta, bu qonunda aynan 1-moddasida aytib o'tilgandek, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari yoki O'zbekiston Respublikasi hududida fuqaroligi bo'lmagan, lekin doimiy yashab turgan shaxslarga aynan o'sha fuqarolarimiz tomonidan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari unda qurilgan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish aynan bu o'sha fuqaroni o'sha yer uchastkani o'zlashtirilganligi, uy-joy qurilganligi fakti bo'lishi kerak bo'ladi. Bunda e'tirof etilayotganda aynan uy-joy qurilganligi holatidan kelib chiqib xatlov ishlari amalga oshiriladi. Qonunda xatlov ishlari aynan qaysi uchastkalarga, yer uchastkalariga xatlov ishlari amalga oshirilishi bu toifalangan. 8 ta holatdagi yer uchastkalari tanlab olingan. 3 ta holatdagi obyektlarga xatlov ishlari amalga oshirilmaydi. Ya'ni bunda davlat mulki bo'lgan obyektlarga, ko'p qavatli turar joylarga, 3-holatimiz bo'sh turgan yer uchastkalarida xatlov ishlari amalga oshirilmaydi. Ya'ni bundan ko'rinib turibdiki, aynan o'sha siz egallagan yer uchastkada uy-joy qurilganlik fakti bo'lishi kerak bo'ladi. 2018-yilgacha demak hududda o'sha yer uchastkasida uy qurilgan bo'lishi kerak. Albatta. Tushunarli. Xatlov ishlarida biror hujjat topa olmaganlar nima qiladi? Ya'ni hududga 2018-yilgacha uy qurgan, lekin o'sha ilgari hokim qarori yoki sobiq ittifoq davrida chiqqan qarorlar bor, lekin hozir topa olmayapti. Ular nima qiladi? Bunday holatda mana reja jadval qonunda o'zida ham 13-moddasida belgilab o'tilgan har yilgi reja jadval tasdiqlanishi va bu reja jadval mahalliy hokimliklarning taklifiga ko'ra kadastr agentligi tomonidan tasdiqlanishi belgilangan. Xatlov ishlari aynan mana shu avvalgi aksiyada bejizga aytilmadi. Avvalgi aksiyada fuqaroning murojaati talab etilardi. Qaysi hududda murojaat kelib tushsa, murojaat asosida borilardi. Bu qonunda asosiy jihatdan biri ham shundayki, bu yalpi xatlov. Hozir siz aytgan holat va boshqa holatlar ham qonunda 8 ta holatni tanlab olish uchun ham yalpi xatlov bo'ladi. Har bitta yer uchastkasiga kadastr agentligi mana bugungi kunda kecha kunduzda xatlov ishlari amalga oshirilyapti bizning xodimlarimizdan. Mana shu qonun ijrosi yuzasidan xatlovga 4,5 mingdan ortiq xodimlarimiz jalb qilingan. Har bitta yer uchastkasiga xatlov ishlari amalga oshirilgan jarayonda siz yuqorida ta'kidlangan holat ham, kadastr hujjati mavjud obyektlar ham xatlovdan o'tkaziladi. Sababi bunda kadastr hujjati mavjud bo'lib, ortiqcha egallangan hudud bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam, bugungi kunga qadar hech qanday bizni kadastr agentligining ma'lumotlar bazasida ham mavjud bo'lmagan obyektlar bo'lishi mumkin. Yangi aniqlangan holatlar. Mana shu holatlarning barchasini aniqlash uchun yalpi xatlov bo'ladi. Demak, umuman biror yer, bir qarich yer ham qolib ketmaydi. Hamma joy albatta baravar bo'ladi.
mana shu reja jadval tasdiqlanishi sababi ham qonunda o'zida belgilab o'tilganki, bu viloyatlar kesimida, viloyatlarning ichida tumanlar kesimida va tumanlar kesimida mahallabay har bitta mahalla chegaralarini yaratib olib, mahallaning ichida poligonlarga ajratib olinadi va aynan o'sha poligonlar ichidagi yer uchastkalari bo'yicha bunda yana bitta asosiy jihat ham shundaki, o'sha mahalladagi barcha ko'chmas mulk obyektlari to'liq xatlovdan o'tkazilib, amalga oshirilib bo'lgandan so'ng keyingi mahallaga o'tishga imkon yaratiladi. Shu o'rinda yana bitta savol bor. Deylik 2026-yil har yil tasdiqlanadi-yu mahallalar xatlov qilinishi, biror kishi o'z yer uchastkasini sotmoqchi. Uning uchun o'sha unga hujjatlar kerak bo'ladi, lekin 2026-yilga demak xatlov ishlaridan ro'yxatdan o'rin olmagan uni mahallasi. Deylik 2027 ga kirar. Bu odam lekin bu 2026-yilda yerni sotmoqchimi yoki boshqa narsa qilmoqchimi, unga hujjat kerak bo'ladi. U o'zi demak o'sha kadastr agentligi, tuman, viloyat o'sha bo'limlar bo'ladi-yu, boshqarmalar. O'zi yozma murojaat qilib, demak qandaydir qo'shimcha to'lov bo'lsa, to'lab kadastr xodimlarini chaqirtirib xatlov qildira oladimi, yo'qmi? Siz aytgan holatda bugungi kunda amaliyotda ikkita holatimiz bor-da bunday. Agar fuqaromizni, yurtdoshimizni umuman kadastr hujjati yo'q va ma'lumotlar bazamizda mavjud emas obyekt bo'ladigan bo'lsa, yo'q, bunda faqat reja grafik o'sha tasdiqlangan bo'ladi. Aynan o'sha mahallasi qachon reja jadvalga tasdiqlangan bo'lsa, aynan o'sha oylarda xatlov ishlarini amalga oshirishini kutishga to'g'ri keladi. Yo'q, agar buni fuqaromiz, yurtdoshimizni boshqa holatdagi kadastr hujjati bor bo'lib, boshqa xizmatlarda amalga oshirmoqchi bo'lsa, yo'q, bunda Davlat xizmatlari markaziga yoki my.gov portali orqali murojaat qilishi vakolatiga ega. Ko'pchilikda hali ham ba'zi bir tushunmovchiliklar bor-da. O'sha xatlovdan keyin yerga egalik qilish huquqini olgandan keyin bo'ldi, bu yer butun umr menga, avlodlarimga ham qoladigan tushuncha bor-da. O'zi o'sha yerlar xatlov qilingandan keyin berilish tartibi qanaqa? Ijara muddati deyiladi. Qancha vaqtga beriladi? Tartibi qanaqa? Umuman odamlardagi o'sha noto'g'ri tushunchaga bir ma'lumot berib o'taylik, tushuntirib beraylik. Albatta, qonunda o'zida ham belgilab o'tilgan. O'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etishda Xalq deputatlarining kengashining qarorlari bilan tegishli qarorlar qabul qilinishi belgilangan. Aynan mana shu qarorda qabul qilinishda ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlar mulk huquqi bilan yerga bo'lgan huquqlar ijara huquqi bilan e'tirof etilishi belgilangan. Ijara huquqi endi yurtdoshlarimizga savol tug'ilishi mumkin. Qanaqa muddatlarda? Ijara bu endi xuddiki birovnikimi, o'z uyimda ijarachi bo'lib qoldimmi degan tushuncha bo'lishi mumkin. Yo'q, bunda yakka tartibdagi uy-joylar uchun 99 yillik ijara huquqi e'tirof etiladi. Ortiqcha egallangan hudud yoki boshqa toifadagi yer uchastkalari uchun 49 yillik ijara huquqlari e'tirof etilishi qonun bilan belgilab qo'yilgan. Bunda endi faqat ijara bilan qolib ketishi mumkinmi deb o'ylab qolishi mumkin fuqarolarimiz. Yo'q. Bunda Vazirlar Mahkamasining 71-sonli qaroriga asosan o'sha yer uchastkalarini xususiylashtirish imkoni ham mavjud. Ozroq tushuncha berib ketasizmi? O'sha 49 yil muddatga qanaqa yerlar nima maqsadda beriladi ijaraga? 49 yillik ijara huquqlari hozir yuqorida ham aytilganday ortiqcha egallangan hududlar uchun, misol uchun qishloq xo'jaligi, tomorqa xo'jaliklarini yetishtirish uchun qurilish qurilmaydigan hududlarga yoki bo'lmasam qonunda birinchi moddasida belgilab o'tilgan kichik sanoat zonasi hududida joylashtirilgan noturar joy obyektlariga ham e'tirof etilishi belgilangan. Aynan mana shu qonun bilan. O'sha noturar joy yer uchastkalariga ham 49 yillik ijara huquqlari e'tirof etiladi. Bahodir aka, yana ko'pchilikda shunaqa yana savol borda. Demak, o'sha yer uchastkasini ijaraga, demak, xatlovdan o'tib, ijara huquqini oldi u. Uni sotishi mumkinmi? Sotish tartibi qanaqa? Umumiy yer sotiladimi yoki undagi mulk sotiladimi? Shu bo'yicha ham tomoshabinga tushuntirish berib o'ting. Albatta, bunda ijara huquqi bilan tegishli bo'lgan yer uchastkasini quruq o'zi sotilmaydi. Bo'sh yer uchastkasi bo'ladigan bo'lsa, u o'zi birinchidan xatlov qilinmaydi. Sababi uni ustida mulk bo'lishi kerak. Mulk uni o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkasiga ijara huquqi bilan unda qurilgan bino va inshootlaringizga bo'lgan ko'chmas mulkingizga bo'lgan mulk huquqini e'tirof etilgandan keyin aytaylik o'sha oldi sotdi hujjatlarini rasmiylashtirmoqchi bo'lsangiz, belgilangan tartibda notariuslar orqali oldi sotdi hujjatlarini rasmiylashtirishingiz mumkin. Sababi bunda mulk o'sha joylashgan, o'sha yer uchastkasida joylashgan mulkingizni sotadigan bo'lsangiz, yer uchastkasi bilan birga oldi sotdi hujjatlari rasmiylashtiriladi va bunda boyagida yuqorida ham ta'kidlandiki, ijara huquqlarini boshqa huquqqa o'zgartirish imkoni ham bor. 71-sonli qarorga asosan xususiylashtirish
ishlarini amalga oshirsa bo'ladi. Bunda xususiylashtirganda aytaylik, mana hozir mulkingizga nisbatan mulk huquqi qanaqa huquq bilan tenglashtirilgan bo'lsa, yer uchastkangizga xususiylashtirilgandan so'ng yerga bo'lgan huquqingiz ham mulk huquqi bilan tenglashtiriladi va belgilangan tartibda sotish, boshqa garov ta'minoti sifatida foydalanish va hokazo hujjatlarni rasmiylashtirish imkoni bor. Tushunarli. Keyingi savolim mana shu xatlov ishlari bo'yicha butun respublika bo'yicha amalga oshiriladi-ku. Masalan, qishloqlarda deylik, chegarani aniqlash qiyin bo'ladi. Uni masalan o'sha kosmos yo boshqa narsalarda odatda qishloqlarda uy qurilsa, ketma-ket uylar quriladi, qo'shnilar chegara ham qo'ymaydi-da, ochiq maydon bo'ladi. Ular o'rtasida kelishmovchilik yuzaga kelmasligi uchun chegaralarga qanday aniqlik kiritiladi xatlovda? Shu bo'yicha tomoshabinga bir tushuntirish bersangiz. Bu xatlovda mana hozirgi savolingizdagi ikkita qo'shnining o'rtasidagi chegaraga agar chegara bo'lmaydigan bo'lsa, qanday aniqlik kiritiladi? O'zi Yer kodeksining 30-31-moddasiga asosan yer uchastkasini o'zlashtirilganligi holati fakti bo'lishi kerak deb o'tilgan bo'lsa, aynan bu sim to'siqlar bilanmi, qanaqadir panjaralar bilanmi yoki devor bilanmi o'zi chegara o'rnatilgan bo'lishi kerak. Aytaylik, endi o'rnatilmagan bo'lsa, ayrim hududlarda shunaqa holat uchrasa, xatlov jarayonida bizning mutaxassisimiz joyiga borganda ikkita qo'shnining o'rtasida ikkita qo'shnilar dalolatnomasi, ya'ni bu xatlov ishlarini amalga oshirganda qo'shnilarning guvohligida, ishtirokida o'lchanadi va amalga oshiriladi. Bir-biriga chegaradosh qo'shni sifatida chegara kelish dalolatnomasiga imzo chekib beradi va uni mahalla tasdiqlab beradi. Mana shu nizolarni oldini olish masalasi mana shunday ko'riladi. Demak, bunda bir necha taraf ishtirok etishi kerak bo'ladi. Albatta. Keyingi savolim, xatlov ishlarida ko'p soliq to'lovlari chiqayotgani, xo'p, ular belgilangan soliq jarimalarini to'lagandan keyin o'sha yer e'tirof tizimiga kiritiladimi? Shu tarzda savol bergan. Ularga demak soliq to'lovi belgilanyapti. Rozi odamlar. O'sha deylik 6 millionmi 7 million soliq to'lovini to'lasa, e'tirof tizimiga yuboriladimi? Bunda o'zi to'g'ridan to'g'ri soliq hisoblanib qolmaydi. Agar ma'lumotlar bazamizda kadastr raqami berilgan bo'lsa, aynan o'sha yer uchastkasi uchun kadastr raqami mavjud bo'lsa, bu demakki kadastr ma'lumotlar bazasi soliq bazasi bilan integratsiya qilingan. Kadastr raqami bor yer uchastka bugungi kunda o'sha yer uchastkasiga nisbatan soliq hisoblanyapti. Agar yangi aniqlangan holat bo'lsa, qonunda o'zida ham belgilanganki, xatlov jarayonida yangi aniqlangan yer uchastkalariga oxirgi 3 yillik soliq to'lovlarini to'lab berish orqali keyingi bosqichga o'tilishi belgilangan. Ya'ni bunda o'sha soliq to'lovlari oshgan bo'lsa, bugungi kundagi amaldagi yer uchastkasi va unda yer uchastkasida qurilgan barcha ko'chmas mulk obyektlari xatlovdan o'tkazilgan va tizimga kiritilgan bo'ladi. Umuman guruch kurmaksiz bo'lmaydi deydi-yu. Har sohada ham nima deydi, firibgarlar deymizmi, uchraydi-da. Bu sohada ham qandaydir firibgarlar uchrayaptimi? Ishni tez hal qilib beramiz, tezroq bitadi, senga ko'proq yer qonuniylashtirib beramiz tarzidagi firibgarlik holatlari ham uchrayapti va bunda firibgarlar shunaqa holatga duch kelsa, nima qilish kerak, qanaqa yo'l tutish kerak, shu maslahat berib keting tomoshabinlarga. Albatta, yurtdoshlarimiz orasida ham muddabiron shaxslar yo'q emas. Bugungi kunda mana qonun kuchga kirdi. Qonun bahona o'sha o'zboshimchalik bilan o'zlashtirish holatlari qaysidir hududlarda uchrayapti. Aynan o'sha qonun kuchga kirgani bilan xatlovdan o'tkazib va o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkasiga bo'lgan huquqlarni e'tirof etib olaman degan ko'zlab yurgan fuqarolarga eslatma sifatida qonun muqarrar, javobgarlik belgilangan. Bunday qilmasliklarini so'rab qolaman. Va uddaburon shaxslar yana o'sha xatlov ishlarini tezlashtirib berishga, hujjatlarni rasmiylashtirib berishga, yurtdoshlarimizga yolg'on ma'lumotlar tarqatib, o'sha hujjatlarni rasmiylashtirish bilan har xil oldi-berdilar bilan aralashib qolmasliklariga. Bunda qonunda o'zida ham belgilab o'tilganki, fuqaroni murojaati talab etilmasligi bejizga aytib o'tilmadi. Fuqarodan hech qanday ortiqcha ovoragarchilik, uni vaqtini, uni naqdini ortiqcha sarflamaslik maqsadida ham fuqaroning murojaatisiz, ya'ni qonunda muddati amal qilish, ijro muddati 3 yillik etib belgilangan bo'lsa, bu 3 yillik muddat bu fuqarolar uchun emas. Bu men o'ylaymanki, davlat tashkilotlariga qo'yilgan muddat. Ya'ni bunda qonunning 16-moddasida belgilab o'tilgan vazirlik idoralarining tizim tashkilotlari bor. Aynan mana shu tizim tashkilotlari har bittasi o'zini vakolatidan kelib chiqib, har bitta yer uchastkaga o'zini xulosasini berish orqali aynan o'sha yer uchastkaga bo'lgan huquqlar e'tirof etiladi. Qonunda
o'zi ijrosi ikkita bosqichda amalga oshirilishi belgilab o'tilgan. Ya'ni birinchi bosqichda kadastr agentligi tomonidan xatlov ishlari amalga oshiriladi. Ikkinchi bosqichda yuqorida aytilgandek 16-moddasiga asosan vazirlik idoralarining tizim tashkilotlari tomonidan ko'rib chiqiladi va yakunida Adliya vazirligi tomonidan yakuniy xulosa taqdim etiladi va fuqaroga ana o'shanda bir martalik to'lov haqida SMS xabarnoma boradi. Fuqaro yurtdoshlarimiz o'sha yer uchastkasiga bo'lgan huquqlarini e'tirof etish bilan bog'liq o'sha bir martalik to'lovni to'lagandan keyingi bosqichga o'tiladi. Bu xalq deputatlarini, viloyat kengashlarini qarorlari qabul qilinishi uchun. Odamlarda yana shu o'rinda yana bitta savol tug'ilyapti-da. O'sha 18 ta tashkilotdan ijobiy xulosa chiqdi, ko'rdim. Lekin menga o'sha hujjatim chiqmayapti. Ya'ni bunda qanchadir muddat o'tish kerak, to'g'rimi? Qancha muddat o'tish kerak? Albatta, buni har bittasini o'zini bosqichlari bor. Xatlov ishlari amalga oshirilib, muhokama jarayoniga tizimga kiritilgandan so'ng bu vazirlik idoralarining tizim tashkilotlari tomonidan ko'rib chiqilish uchun qonunda belgilab o'tilgan muddatlari va bu jarayondan o'tgandan keyin 1 oy e'londa turishi belgilangan. Bu 1 oy e'londa turishi оповещение deydi. Bu nima uchun turiladi? Sababi bunda ham nizolarni oldini olish. Sababi o'sha mahallada xatlov jarayonida kadastr agentligi tomonidan o'sha borgan mutaxassis tomonidan xatlov ishlari amalga oshirilgan holatda aytaylik Eshmatov Toshmatdi nomiga hujjatlar rasmiylashtirilgan bo'lsa, u asli boshqa fuqaro nomida bo'lib qolish ehtimoli yo'q emas. Bu yerda endi meros masalalari, adolat prinsiplari ham bu yerda nuqtai nazardan kelib chiqib yondashilgan qonunda ishlab chiqilishida. Sababi bunda bir nechta merosxo'r bo'lgan uy-joy bo'lishi ham mumkin. Mana shu xatlov jarayonida aniqlangan e'londa turish sababi ham shundaki, o'zi hujjatlar aynan o'sha yer uchastkasini hujjatlari kimning nomiga rasmiylashtirilyapti. Buni hamma ko'rish va bilish imkoniyati ham bor. Bunda yurtdoshlarimiz kadastr agentligining rasmiy sayti e'tirof.kadastr.uz sayti orqali o'zini elektron raqamli kaliti orqali kirib, qaysi jarayonda, qaysi bosqichda hujjatlashtirish ishlari ketayotganini ko'rish va bilish imkoniyatlari yaratilgan. Tushunarli. Keyingi qismga o'tsak, Bahodir aka, bizda demak izohlar bo'limi bor. U yerda bir necha murojaatlarga qisqa savol, qisqa javob tarzida o'tib ketamiz tezlikda. Demak, birinchi savol 1997-yil 40 sotix joy egallangan, lekin soliq to'lanmagan ekan shu paytgacha. Shu joyga 18 yil oldin uy qurilgan. Hujjati yo'q. Endi shu uylarni qonuniylashtirsa bo'ladimi yoki buzib tashlanadimi? Albatta, mana shu qonun ham aynan mana shunday yurtdoshlarimiz uchun o'zi mana shu holatdagi yer uchastkalariga, ya'ni bu qonunning birinchi moddasi birinchi holatiga tushadi. Fuqarolarimiz tomonidan 2018-yil 1-mayga qadar o'zlashtirilgan, qurilgan turar joylar uchun e'tirof etiladi. Hech qanday xavotir olmasa bo'ladi. Faqat adashmasam, soliq to'lovlari amalga oshirib qo'yish kerak bo'ladi. Albatta, bu xatlov jarayonida aniqlanadi va tizimga kiritilganda, ya'ni bu hamma vazirlik idoralarining tizim tashkilotlari aynan mana shu e'tirof tizimiga integratsiya qilingan. Mana shu tizim orqali mana shu uchastka, aynan mana shu uchastkani muhokama jarayonini ko'rib chiqiladi. Ya'ni bunda soliqdan qarzdorligi ham mana shu tizim orqali har bitta bosqich mana shu tizimdan to xatlov jarayoni aniqlanib e'tirof tizimiga muhokamaga kiritilgandan yer uchastkasiga ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni xalq deputatlarining kengashi qaror qabul qilingunga qadar mana shu tizim orqali amalga oshiriladi. Tushunarli. Keyingi savolga o'tamiz. Qisqaroq, dachalarni ham kadastr qilish qachon boshlanadi? Dala hovlilar, dachniy posyolka bu xalq tili bilan aytiladi. Dala hovlilar ham qonunda nazarda tutilgan. Qonunning birinchi moddasi birinchi holatidagi o'sha fuqarolarimiz tomonidan dala hovlilar. Bunda endi talab etiladigan narsalar, asosiy shartlar bor o'zini. Ya'niki bu o'sha yer uchastkasi 2018-yil 1-mayga qadar o'zlashtirilgan va uy-joy qurilganligi fakti holati bo'lishi kerak, soliq qarzdorligi mavjud bo'lmasligi kerak. Aynan o'sha dala hovlini a'zolikligi ro'yxatida borligini tasdiqlovchi hujjati mavjud bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, bu ham hozir amalga oshiriladi. Mana shu qonun bilan, mana shu bugun demoqchi bo'lyapmizki, sizning savolingizdan kelib chiqib, aynan dala hovlisi bor fuqarolarimizga ham mana shu qonun bilan kadastr hujjatlari rasmiylashtirib berilishi belgilangan. Tushunarli. Keyingi savol: Assalomu alaykum, men Samarqand shahridanman. Men uyimni sotmoqchiman. Kolxoz qarori bor, kadastr hujjati bor, egalik huquqi yo'q. Uyni 2003-yil qurib yashab kelyapmiz. Hamma naloglarni, ya'ni soliq to'lovlarini amalga oshirib kelyapmiz. Bizni mahalla xatlovga olinmadi. Qachon xatlov qilinishi noma'lum. Uyni tezroq sotishim kerak, deyapti. Men shu kutish kerak deymiz. Albatta, bunda endi fuqaromizga mana reja jadval tasdiqlangan.
aynan mana shu xatlov ishlari tasdiqlangan reja jadval asosida amalga oshiriladi. Endi fuqaromizga bitta tavsiya sifatida aytib o'tiladi, kadastr sayti orqali kirib, ko'rib o'zini mahallasi qaysi oyga reja jadvali tasdiqlangan. Agar 2026-yilda tasdiqlanmagan bo'lsa, kelgusida 27-yil uchun tasdiqlanishi kutishga majbur ko'zda bo'ladi. tutilgan. Albatta, bunda kutib turadi. Umumiy savol beraman. Shu vaqtgacha qancha mahalla chegaralariga aniqlik kiritildi? Umuman qancha obyektda xatlov ishlari amalga oshirildi? Statistik ma'lumotlarni ham aytib o'tsangiz. Respublikamizda 9000 dan ortiq mahallalar mavjud bo'lib, qonun ijrosi yuzasidan 4000 dan ortiq, 5000 ga yaqin bo'lgan mahallalar, chegaralar tasdiqlandi va aniqlik kiritildi har bittasiga. 1 milliondan ortiq bo'lgan yer uchastkalari xatlovdan o'tkazildi va qonun ijrosi yuzasidan qonun 16-moddasiga asosan e'tirof tizimiga muhokamaga 430 mingdan ortiq bo'lgan ko'chmas mulk obyektlari muhokama jarayoniga o'tkazildi. Ya'ni bunda 400 mingdan ortiq bo'lgan ko'chmas mulk obyektlarini vazirlik idoralarining tizim tashkilotlari tomonidan muhokama jarayonida ko'rib chiqilmoqda. Yakuniga keladigan bo'lsak, bugungi kunda respublikamizda qonun ijrosi yuzasidan qancha yurtdoshlarimizga ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlar e'tirof etildi deydigan bo'lsak, 36 mingdan ortiq yurtdoshlarimizga xalq deputatlarining viloyat kengashlarining qarorlari bilan ko'chmas mulkiga bo'lgan huquqlar e'tirof etish to'g'risidagi qarorlar qabul qilindi. Bundan fuqarolarning murojaatiga asosan 6 mingga yaqin ko'chmas mulkka, o'sha aynan qonun ijrosi bo'yicha e'tirof etilgan yurtdoshlarimizga 6 mingdan ortiq ko'chmas mulk obyektlari davlat ro'yxatidan o'tkazilishi ta'minlandi. Bahodir aka, shu o'rinda minnatdorchilik bildiraman. Shuncha ma'lumot berdingiz, vaqtingizni ayamasdan biz bilan suhbatlashdingiz. Hurmatli tomoshabinlar, biz xayrlashmaymiz, ko'rishguncha deymiz. Sizda yana qanday savollar bor, muammolar qiynayapti, buni izohlarda yozib keting. Biz kadastr agentligi bilan hamkorlikni davom ettiramiz. Keyingi galda qanday savollar berishni xohlaysiz? Buni izohlarda yozsangiz, biz ko'rsatuvimizni keyingi sonda beramiz. Xayr, salomat bo'ling.